Tracker pachkasidan so'raganlar uchun redline pozitsiyada polni navarot qilingan. Ko'rib turganingizdek, RS oblitsovkalar to'qilgan. 4 ta mягкий balon qo'yilgan. Paroglar bor. Oynalar kuydirilgan bo'ladi, bilasizlar. Ustidan polni tonirovka urilib, ollariga solncha zashtalar urilgan. Apshkalar laminatsiya qilingan. Pollik chexol, registrator. Mashina probeg 5500, o'ziniki halol. Kraskalari ham top-toza. Xo'p, bitta bagajlarni ham ko'rsatib o'taman. Hop. Bagajlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ideal. Mashina italyanskiy propan gaz ustanovka qilingan. Zapaskalar uyda turibdi, tushmagan hali, uni ham qo'shib beramiz. Arqa mana bunday garimdori, mana bu tagdagi bufer usilitlar mas qo'yilgan. Mashinamiz puli 20200 AQSh dollar, ya'ni pastda nomer qoldiraman, telefon qilsangiz kelishtirib chiroyli qilib beramiz.